Robbing kim? Robbim Alloh. Dining qaysi? Dinim Islom. Payg'ambaring kim? Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. Kitobing qaysi? Kitobim Qur'oni Karim. Tilaging nima? Tilagim iymon. Qiblang qaysi? Qiblam Ka'batulloh. Millating qaysi? Ibrohim Halilulloh millatidanman. Kimning mazhabidansan? Imom Azam Abu Hanifa mazhabi. Do'stlaring kim? Do'stlarim Chahoriyorlar. Ular kimlar? Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon va Hazrati Alidir. Qachondan beri musulmonsan? Al-Misoqdan beri. Al-Misoq nima? Alloh taolo ruhimizni yaratib, ulardan va'da olgan kundir. E'tiqoding qaysi? Ahli sunna va jamoa e'tiqodi. Kimni yaxshi ko'rasan? Alloh taoloni. Undan keyinchi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni. Undan keyinchi ota-onamni. Undan keyinchi undan keyin barcha mu'minlarni. Seni kim yaratgan? Alloh taolo. Nima uchun yaratgan? O'ziga ibodat qilish uchun. Ibodat degani nima? Ibodat Allohning aytganlarini qilish degani. Iymon kalimasini aytchi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ma'nosi nima? Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad alayhissalom uning elchisidir.